Yaxşı düşünkende. Oh. Hava nem degan sap. Elim yaxşı düşünken. Oy, Amediyo, sen oyuqtu etdime? Xapımma. Qo'rqinchli bir tush ko'ribdime? Balki opamdan xat kelmayotganligidan bo'z kerak. Jirodi apandimnikida ishlayotganim bir oydan oshdi. Opamga nim bo'lgandi? Xapımma Amediyo, biz yana birdan uxlaylik mana. Ha? Xayolimda balkim. Ha? Anladım. Rastla anladım. Paraxotning ovozi. Cho'qim Argentinadan kelgan paraxotning ovozi. Dada, qaraylik paraxot keldi. Dada! Nima ish bo'ldi, Marko? 20 kechikkan qaraylik paraxot portga kirdi. Ha? Tush ko'ribsan-da? Yo'q, tushim emas, men ovozni oldim. Hey, nima ish qilyapsan? Ha? Hozir soat 4 mi bo'lmadi texi? Necha bo'lish bilan qarim yo'q. Men hozir portga borman. Borma. Bag'ningning foydasi yo'q. Uning ustiga qaysi paraxotning signali ekanligini nerdan bilasan? Men tuydim. Boy tushimda opamni ko'rdim. Ha? Tushimda opamni ko'rdim? Men ketdim dada, xotirjam bo'l. Xo'sh. Marko! Hey, astaroq. Hey. Amal yo'q-da. Tex tong yo'rimisa. Ko'ngli tuyibdi-da. Paraxotning kechikishi bilan opangning nima munosabati? Agar pul kelmay qolsa, boshqa amal qilmay bo'lmaydi. Rostilla qaraylik paraxot kelgan. Yaxshimisiz Jinada? Marko, paraxotning kelganini bilibsan-da. Bugun opam tushib qopdimi? Cho'chib uyg'onib signal ovozini oldim. Bu paraxot qichiq najab chiqqachilabda. Purapaqa, nima purax bu? Qara, puraxning kuchliligini. Argentina bizning Italiyadan nechasi cho'ng. U yerda nihoyat ko'p chorvachilik maydoni va mevilik bog'lar bor. Anglashlar qaraganda u yer dunyodagi gulistonlik ekan. Qaraylik paraxot nimish kechikib qoladi? Sababini men uqmadim. Boya anglasam qo'zg'olon bo'pti deydi-ku. Nima? Qo'zg'olon? Ha, bu faqat anglagan gap. Ishqilib paraxot sog'-salomat yetib keldi-ku. Opamning xat bormi yo'q bilmadim. Ha, men ko'rib baqay. Xat avatkichi Anna Roshi, topshirib og'ichi Bertolo. Anna Roshi Bertolo. Jinada? Tushib qolgan o'xshaydi. Yana bir qatim qarab baqay. G'alit ish, ha? Yo'qmi? Tizimlash daftardan tushib qolgan ishlar bo'lib qoladi. Marko. Dada? Bertolo efendim. Atdiganda jafo chekibsiz. Opamda xat kelmabdi. Rasma.
tizimdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Pochta xaltasi kelganda qarab baqayli. Anna har doim vaqtida xat yozadi. Kechikib qolmaydi. Nima? Ya'ni yo'q, shundaqmi? Bunda qish bo'p turdi, Marko. Aldirashliqda xaslashni unutib qolgandi. Bom opangning cho'qim salomat ekanligini bildirdi. Biroq siz qo'zg'olon bo'pti dedingiz-ku. Nima? Qo'zg'olon? Ha? Bu mundaq deb qo'ygan mish-mish gaplar. Jena, Barano'ga boradigan paraxod beltinib qo'ydingmi? Taqa boyi siz nim degandingiz? Paraxod nemish kechikib qoldi. Argentinada nemish bo'pti? Aytinga. Port turib kelib bir hafta o'tib ketdi. Qo'zg'olon sababidimi? Qo'zg'olon? Uning opasi Argentinada ishlaydi. Xotirjam bo'l, hech yo'q. Ishchilar ish tashlab maosh o'stirish haqida paraxod xo'jayini bilan so'zlashyapti. Hozir hal bo'lib qoldi. Opangga hech bo'lmaydi. Xotirjam bo'l bolam, xotirjam bo'lgin. Unda qo'zg'olon bo'lmadimi? Yo'q. Marko, ranjima. Sen cho'chitib qo'yibdiman. Opang ish tashlash sababidan xat avatilmagan nima? Bildingmi? Yani bir oydan keyin opamni xatini ola olaymi, shundaqmi? Shundaq. Lekin bir oy degan ko'zni yumib ochqicha o'tib ketadi. Marko. Men hozirda ishga boraman bolam, chunki bir jiddiy ishim bor. Nima? Tomoqni yemamsa? Tushdim kelmasligim mumkin. Kechira qaytib kelaman. Kechlam qaytib kelamsa? Mandaq bo'lsin. Mana buni ola. Vah. Tushda azroq bir narsa yeb, kechda Shefiro buvayning do'koniga berib tomoq yegin. Qandaq? Bo'lamdi? Undaqda bugun tayyor tomoq yeydigan bo'ldik-da. Bek yaxshi bo'ldi. Shundaq. Amidiyo, bugun yaxshi tomoq yeydigan bo'ldik. Shundaq bo'lsin. Ma'qul, kech bo'ldiroq qaytib kel. Xo'sh, dadam, xo'sh. Tushdi dadam qaytib kelmasa, bugun ko'proq ishlaydigan bo'ldim. Amidiyo, eshikni Katlina odam berdi. Yuvashroq bo'lib o'tirib tur. Amidiyo, qo'sqon ochqandi. Mana bu Marko buyurgan tomoq. Yegina. Amidiyo, to'xta, Amidiyo! Yaxshimisiz, Jirodi apandi? Marko, dal vaqtida kelding. Maktabdan o'dil kelishim. Undaqda tushlik tomoqingchi? Tomoq yegim yo'q. Undaqda yaxshi. Bay bir top mal kelgan, mening beshim qetib turadi. Sen kepsen, avval shuning yordamlashivat, bo'lamdi? Ma'qul. Maymun. Voy, ana qo'yli uni. Bo'lay chiqqan. Tizga. Hey, maymun, qo'ysaqa. Voy. Tizga, tiz. Bo'lay. Marko, bugun qandoq kunligini bilamsan? Qandoq kun? Meni tug'ilgan kunim o'tib ketgan. Birozdan keyin buni bilib qolasan. Cho! Yo'lda diqqat qiling.
gelse. Jirodi efendim göz hap oldu. Bu nim kıgının senin ha? Marko! Marko! Aman geldim. Mıdırdım ha? Qayıtıp gelsin. Mana bu senin tushlik tamagın. Aval malını arıvığı basaylı, andın aldırma ye, bulamdı. Rahmet sizge Jirodi efendim. Huy huy. Nem boldu Marko? İşleme. Bu ne koyma. Mana. Endi işleşim gerek. Oy, unda kıma am diyor. Ben işlemsem bulmaydı. Unda kıma, ben işlemsem hocayın hap oldu. Unda sen bilen birden oynay ya. Kara ha. Ben kara ha. Endi jim turayım şeyde. Çim otta. Marko! Aman geldim. Kalayım hareket kılma ha. Jim tu. Değişik bolğan. Bunda qısaq, yaxşı bolmaz. Yana biraz kengchilik qiling. Ati cho'qim to'lab o'taman. Ata davir dikansiz, selim ish qoy bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Endi sizni quruq yugurtmayman. Molino apandim menga pul berib turmoqchi bo'ldi. Shundoq. Rostmi? Eliqi bankidagi Molino apandimmi? Sizga berib turamda. Bugun kechda ko'rishishni aytgan. Ishonmasangiz, berib so'rab baqsingizmi bo'ladi? Berip qarab beqing. Ichki kasallar bo'limidagi Vimboto doktor cho'qim ketaman deydi. Ranjimang. Siz uningga Madin doktor bugun kelmaydi demedingizmi? Degan. Bo'ladi, o'zim berib baqay. Doktor, elim yaxshi, siz boshqurg'uchi bo'lib qopsiz. Qora nevram butunlay sog'ayib ketdi. Undaqda yaxshiga, uningga yaxshi qaranglar. Bo'ladi. Doktor, mening kasal ko'rish vaqtim to'shib bo'ldi. Men ketmoqchiman. Qarang, kasallar shuncha ko'p tursa. Madin doktor hech kelmadi. Men kechki ikki odamning ishini qilaversam bo'lmas. Sizmi bilasiz, bu yerga kelgan bemorlarning boshqa doktorxonaga berib kasal ko'rsatadigan pul yo'q, kambag'allar. Bertolo apandim, men sizning ko'nglingizni og'ritadigan gaplarni qilishni xohlamayman. Lekin sizmi biz doktorlarni o'ylashingiz kerak-da. Mening maoshimni teqib bermadingiz. Lekin ikki odamning ishini qilyapman. Bundaq ketivas kim chidaydi? Madin doktormu ashundoq ishlayverib oxiri og'rib qoldi. Biroq Doktormu odam bo'lgandan keyin salomatligini o'ylash kerak, Bertolo apandim. Men ketay, kelar hafta kelamdim yoki ketmasangiz bo'ladi. Birdan turib men o'zim kasallarga tushuntirib qo'yay. Ko'nglingizni tushunaman, lekin oq ko'ngillik bilan ish bitmaydi. Men ketdim. Xayr, xo'sh. Bertolo efendim, Molino efendim bugün kechda ko'rishamayman deb odam avatibdi. Nima dedingiz? Emis men mangay, xo'sh. Bu nima qilindi? Deyishib qo'yib o'zgaribdi-ku. Marko! Aman men qaytib kelibsiz efendim. Oy, Amidiyo jon chiqyapsan. Amidiyo? Bu akamning maymuni o'zi yirkib ketib kelibdi. Potilgilacho. Bütün qoradikini, dukandikining hammasini tozalab bo'ldim. Rastlı qo'lingdan ish keldikan, shunchajik podlikini sen yolg'izla. Chatoq yo'q efendim.
Yaxshi, bu oylik maoshingni aslab berish kerakkan, Marko. Maaş. Bugün mina tuncu maaş algan günüm mü? Ko'zingni yum. Qo'lingni so'z, ha? Mana bu maoshing. Mana bu mukofot puling. Ola. Hayron qilib o'tamsan, Marko. Ola, hech qisi yo'q, ha? Rahmet sizge. Jirodi efendim. Hmm. Hoş ben kettim. Ben tek bunu da mı köp olman depti mi? Sana yeni bir şemşer uğray. Neme degan korkunçluk. Ay Allah'ın yüreği. Nemi degen merdanlarca ölüş bu. Sen mening muhabbet otumni lavuldattın. O mengü ecilip tozumaydigan gülüge aylandı. Marko! Marko! Aka kayıtıp geldin ama? Hazırlık qaytib geldim. Dadam ət öykü üçümüz baldurak degendi. Ha? Öykücümüz? Şundaq, dadam erzan öydün birini tepdi. Neymiş küçütkenmiz? Bu men tuğulga yatılsa. İş qilib sebebi bade. Birinchidin apamdan pul kelmedi. İkinchidin bu öy bak kichiklik qiladi ekan. Ya bulmaydı. Ben köşmeyme. Sen neymiş ki bana meslet kılma. Tüyüksüz köşmekçi bop kaldın la. Ha? Ben köşmeyme. Dadam mı qayta o'ylandi. Kerem künden kuniga aziyip ketyapti. Apamdan keldigan puldan mı ümit qolmadi? Oy, Amidio. Amidio, Marko. Men yana yaxshiroq bir mina o'rgansam bo'ladi. Hey, dadam qani? O keşkilmen diyen. Undaq bo'lsa, bir oshxonaga berib, tamoq yeb kelaylik, Marko. Qandaq deysan? Unda kısak yani pul ısrap kılımız. Ayda yilda bir qitim pul xajlasak, nim bo'pti? Bugun men mehmon qilay. Rasma? Unda bas şifiri bu ona aşağısı berip yelik. Sense mening pul chiqirdiganligimni anglabla o'zgarding, ha? Elbette sen bil sırtı tamak yapmak bol uzak boğan tursa. Bo'pti, yur. Fiolina. Mağayla Marko. Bugün yeni pul yok. Bu kadar joynize. Bu qatim biz ko'chadigan uy eng ustinki qavat ekan, Marko. U yerda turib, dengizni ko'gili bo'ldi ekan. Deniz ne? Undaqda derezden qaralık paraxotning kelganligini kögün boldu ekan da. Shundaq, portga kirgan paraxotlarning hammasini ko'gili bo'ldi ekan. Deniz? Shundaq, kechki shafaq tushgan dengiz, attiganki shafaq tushgan dengiz. Marko öy ko'chishga qo'shildi. Ular bir igiz binoning ustunki qavatiga ko'chadigan bo'ldi. Yangi uyning darisidan dengiz ko'rinadi. Texi biliq tutqanlarmi ko'rinadi. Nima degan go'zal, ha? Marko tezroq ko'chishga aldiraydi. Lekin yangi uyning ko'gisiz darizi koniligiga qarab, Marko bilan aksining ko'ngli sovib ketdi. Qapqi turilgan Marko to'satdan Xapino teatr umigidagi Fiolinaga uchrab qoldi. Keyingi qitimda derazadan ko'ringan dengiz degan qismini ko'ringlar.